kitob o'qishini fazilati haqida ma'ruza eshitdingiz. Kitob insonning aqlini o'stirar ekan. Qayroq tosh pichoqni qayrab o'tkir qilganidek, kitob insonning aqlini o'tkir qilar ekan deb eshitdingiz va qasd qildingiz. Bo'ldi. Ertadan boshlab albatta kitob o'qiyman. Yotishdan avval, uyqudan avval yarim soat albatta kitob o'qiyman deb niyat qilasiz. Niyatli qilmaysiz, kitob ham olasiz. Boshlaysiz ham. Bir kun o'qiysiz, 2 kun o'qiysiz, keyin nima bo'ladi? Tanish manzarami? Bo'ldi. Kechki paytda yeyilgan ovqat odamga zarar ekan. Domlalar ham aytayapti buni, doktorlar ham aytayapti. Bo'ldi. 6 dan keyin kechki paytga, 7 dan keyin ovqat yemayman deysiz. Bir kun yemaysiz, 2 kun yemaysiz. Ya'ni bizni deydi sharoitimizda, o'zbekchiligimizda qiyin ekan domla. Somordagi oshlarda hammasi kechki payt ekan. Bo'ldi. Dushanbadan trenajyorniy zalga chiqaman. Seshanbadan stadionga chiqaman. Chiqasiz bir hafta, 2 hafta. Keyin nima bo'ladi? To'g'ri aytyapmanmi? Qo'llab qo'yinglar. Hamada